Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun 24-avgustda ekilgan doping pomidorlarimizni bugungi holatlarini ko'rishga keldik. Bugun bu pomidorlarimiz ikkinchi hosilga pishish davriga yetib keldi. Mana bu chikankagacha bo'lgan davrda yotqizildi. Mana bu chikankadan keyingi hosillarni ko'rishimiz mumkin. Tepasida yana 4-5 gulxonada hosil oldi. Xudo xohlasa yoppasiga pishish davri yetib keldi. Hosillarimiz ranglari o'ta go'zal, pushti rangda. Hosillari ham juda chiroyli. Boshida bu yil qish og'ir kelgani uchun biz o'ylagan kunlardan ko'ra orqaroqqa yetib qoldi. Sababi bu holat 20 kun oldin bo'lishi kerak edi. Bu yilgi bulutli ob-havo munosabati bilan pomidorlarimiz ikkinchi partiya gullab, meva tugishda biroz orqaga qolib, ana endi pishish davriga yetib keldi. Allohga shukr, pomidorlarimiz hajmi, ko'rinishlari, ranglari, sifatlari juda chiroyli. Palagimizning hozirgi uzunligi taxminan 5-6 metrdan o'tib qoldi. Masalan, mana shu palagini shunday olib ketsak, mana shu palag poyasi, hozir ko'rsatamiz. Poyasi mana shu yerda. Juda ham uzun bo'lgan. 2 marta yotqizdik jami pomidorlarimizni. Ikkinchi marta yotqizgandan keyin tepalarini o'sishdan to'xtatib chikankaladik. Ana endi bu yog'i faqat bor kuchimizni hosilni pishirishga qaratamiz. Hosillari kattaligi bemalol mushdan katta desa bo'ladi. 250-300 dan ziyodroq chiqadigan mevalari mavjud. Mana bu yerda даже 500 gramlik mevalarimiz ham bor, mana qo'lga sig'maydi. Rozi pomidor. Hurmatli obunachilar, hozirda pishish uchun kerakli agrotexnikalardan qildik. Bargolish, chikankalash, hamma ishlar bo'ldi. Endi faqat oziqlantirib terish jarayoni qoldi. O'rtada namlik ko'tarilganligi sababli serigenel xavfi ham paydo bo'ldi. Kimyoviy ishlovlardan keyin ko'rishimiz mumkin, serigenel hozircha ko'rinmay turibdi. Bugungi holat shundan iborat. Ekkan paytimizni eski YouTube kanalimizda qo'ygandik. Endi eski YouTube kanalimiz yopilgani munosabati bilan yangisini ochdik. Yangisida sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz juda muhim. Like bilan podpiska eslaringizdan chiqmasin. Bizni kuzatib borishda davom etinglar. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz.